Soatim allamahal bo'ldi. Qizim qayerda yurgan ekan? Qizim, keldingmi? Ha, keldim. Shu paytgacha qayerda yuribsan? Soatga qaragin. Bunaqa vaqtda dars qilib o'tirishing kerak emasmidi? Ona, nima men sizga yosh bolaman, hadeb terga yurasiz? Muhim ishlarim bor edi. Yurgandim. Hali endi 10-sinf bo'lsang, qanaqa muhim ishing bo'lishi mumkin? Kechasi ko'chada. Kuydirmagin jon bolam, qo'rqitib boryapsan. Meni sizga umuman og'irligim tushgan yo'q, umuman qiynaganim yo'q. Siz o'zingiz asabiylashib qiynayapsiz. Menda hammasi joyida. Dam olaman, men ketdim. Surxondaryoda kechasi ko'chada yurgan o'sha 10-sinf o'quvchi qizning qo'shtirnoq ichidagi muhim ishi tilla o'g'irlash bo'lgan. Sud ishi hujjatlarida keltirilishicha 2010-yilda Sherobod tumanida tug'ilgan qiz o'g'irlik jinoyatini sodir etish maqsadida g'arazli va boshqa past niyatlarda tekin boylik orttirishga urinib, o'zining jinoiy niyatini amalga oshirish uchun 2026-yilning 2-mart kuni soat 21:30 da Sherobod tumani Baxliguzar mahallasi istiqomat qiluvchi fuqaroning yashash uyiga borib atrofni kuzatgan. Hech kim yo'qligini va eshik ochiq ekanligidan foydalanib, ichkariga kirgan hamda sandiqqa berkitilgan jami 21 million so'm qiymatga ega 2 dona zanjir, 2 dona 16 million so'mlik uzuklar, qiymati 10 million 500 ming so'm bo'lgan 2 juft sirg'a va yana narxi 7 million so'mga teng bo'lgan komplekt uzuk sirg'ani yashirin ravishda o'g'irlab, voqea joyini tark etgan. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 2-qismi BG bandlarida ko'rsatilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Sudlanuvchiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 2-qismi BG bandlari bilan Jinoyat kodeksining 84 prim moddasi tartibida 1 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlansin va uning o'qish vaqtidan maktabiga borish va uy joyiga qaytib kelish uchun zarur bo'lgan vaqtlardan tashqari qolgan vaqtlarda uy joyidan chiqishi cheklansin. Sudlanuvchining zimmasiga nazorat qiluvchi organning roziliksiz yashash joyi, o'qish joyini o'zgartirmaslik, Surxondaryo viloyati hududidan tashqariga chiqmaslik, tungi klublar va ko'ngilochar maskanlarda bo'lmaslik, jinoyatga moyillik bo'lgan shaxslar bilan aloqa o'rnatmaslik kabi qo'shimcha cheklovlar yuklatilsin. Jinoyat natijasida yetkazilgan moddiy zarar to'liq qoplanganligi inobatga olinsin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 563-moddasiga asosan voyaga yetmagan sudlanuvchiga jamoat tarbiyachisi tayinlash majburiyati Sherobod tuman hokimligi huzuridagi bolalar masalalari bo'yicha komissiya zimmasiga yuklatilsin. Hali endigina 16 yoshni qarshi olgan o'quvchi qizning o'g'irlikka qo'l urishiga oilaviy muhitning ta'siri kattami yoki atrofdagilarning? Siz nima deb o'ylaysiz? Oila muhiti ham, atrof muhiti ham sabab bo'ladi. Atrofda kimlar sababchi bo'lishi mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Dugonlarmi, sinfdoshlarmi yoki Albatta uni o'rab turgan do'stlari, u bilan muloqot qiladigan insonlar, keyin hozirgi ma'lumotlar har xil olinyapti-yu telefondan. Atrof muhit ta'sirida bo'ladi ko'proq. Ota-ona endi shunaqa bo'linglar demaydi-yu hech qachon. Farzandi yaxshi bo'lishini xohlaydi har doim. Endi hozir ota-ona aytgan bilan ko'proq yoshlar o'zini tarbiya yo'lida ketyapti-da. Birinchi o'rin tarbiya, ikkinchi o'rinda atrof muhit ham deb o'ylayman. atrof muhit. Shunda ota-onalar nimalarga e'tibor berish kerak? U nechida kelyapti, nechida ketyapti, kimlar bilan gaplashyapti, qatlarga borib kelyapti, shularni kontrolga olish kerak. Shundagina o'sha ota-onasi kontrol qilsa, shunaqa holatlar yuz bermasligini oldi olingan bo'ladi deb o'ylayman.